Assalomu alaykum. Efirda axborot 24 informatsion dasturi. Dastlab qisqacha. Xalqaro yil talabasi mukofoti topshirildi. Raqamli avlod qizlari tanlovining hududiy bosqichidan reportaj. Askar onalarni sharaflaymiz shiori ostida tashkil etilgan video muloqot tafsilotlari. Endi shu va boshqa xabarlar tafsilotiga o'tamiz. O'zbekiston Respublikasi Soliq qo'mitasi tomonidan davlatimiz rahbarining Oliy Majlis va O'zbekiston xalqiga murojaatnomasi mazmun mohiyatini soliq xizmati organlari xodimlariga yetkazish maqsadida Termiz shahrida tadbir tashkil etildi. Unda viloyat soliq boshqarmasi hamda shahar va tuman soliq inspeksiyalari xodimlari ishtirok etdi. Tafsilotlar hozirgi lavhamizda. Soliq qo'mitasining shaxsiy xavfsizlik boshqarmasi tashabbusi bilan Surxondaryo viloyati soliq boshqarmasida tadbir tashkil etildi. Unda davlatimiz rahbarining Oliy Majlis va O'zbekiston xalqiga murojaatnomasida ilgari surgan g'oya va tashabbuslar, shuningdek belgilangan ustuvor vazifalar atroflicha tahlil qilindi. Tadbirda 2026-yilda korrupsiyaga qarshi kurashish sohasida favqulodda holat e'lon qilingani hamda bu yo'nalishda mutlaqo yangi tizim joriy etilayotgani alohida ta'kidlandi. Mazkur tizim orqali nopok shaxslarni aniqlash, byudjet mablag'lari talon-taroj qilinishi hamda mansab vakolatlarini suiiste'mol qilish holatlarining oldini olishga qaratilgan ta'sirchan nazorat mexanizmlari joriy etilishi qayd etildi. Shu bois tadbir davomida har bir xodimdan kasb etikasiga qat'iy rioya qilish talab etildi. Shuningdek, davlat fuqarolik xizmatchilarining odob axloq qoidalari hamda ichki mehnat tartibiga amal qilish, poraxo'rlik va ta'magirlik kabi salbiy illatlardan yiroq bo'lish zarurligi yana bir bor tushuntirildi. Davlat xizmatchilari oldiga qo'yilayotgan talablar, halollik, mas'uliyat va korrupsiyaga yo'l qo'ymaslik masalalari aniq misollar orqali tushuntirildi. Bu esa har bir xodimning xizmat faoliyatida qonunlarga qat'iy rioya qilish, ish jarayonida ochiqlikni ta'minlash hamda fuqarolar va tadbirkorlarning ishonchini mustahkamlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Shahar va barcha tuman soliq inspeksiyalari xodimlari video konferens aloqa orqali ishtirok etgan tadbir yakunida korrupsiyaning salbiy oqibatlari to'g'risida tayyorlangan video rolik ham namoyish etildi.